Tushda kosa ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirinning aytishicha, tushdagi yog'och kosa agar ichida yemishi bo'lsa va undan yeganini ko'rsa, uning miqdorcha safardan halol rizq topishiga dalildir. Tushdagi sopol kosa rizq bo'ladi. Bo'sh kosa hayronlik va bechoralikdir. Kirmoniyning aytishicha, tushdagi taom kosasi qo'lidan yaxshiliklar keladigan va molini to'g'rilik bilan taqsim qiladigan barokatli va manfaatli xodimdir. Ichida yemishi bo'lgan tilla va kumush kosa harom rizqidir. Bronza yoki qalaydan yasalgan oq kosa ichida shubhasi bo'lgan ozgina rizqidir. Shisha kosa ham shuni bildiradi. Bo'sh kosa kambag'allikdir. Mag'ribiyning aytishicha, tushida o'z kosasi ichida ta'mi soz va shirin yemish borligini ko'rsa, ne'mat va mol topishiga dalildir. Agar unda nordon va noxush yemish bo'lsa, g'am va o'yga dalil bo'ladi. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.